Ha, kim ekan qizim? Ya. Azamat. Gul ko'tarib olsan? Tinchlikmi? Oyim berib Ustozingga meni nomimdan rahmat aytib qo'ygin dedilar. Ha, arzimaydi. Shu yoshga kirib birinchi marta gul olishim. Qani, yur uyga. Bir osh qilamiz. Rahmat ustoz, oyim kutib turibdilar. Uyga borishim kerak. Xudo xohlasa keyingi safar o'zim mehmon qilaman. Shundaymi? Mayli. Lekin kirganingda yaxshi bo'lardi-da. Oyingga salom ayt. Xo'p, ustoz. Ma. Dada. O'g'lim, yana dars qilyapsanmi? O'qishingni tamomlading-ku? Oyi, axir men shifokorlikka o'qidim, universitetni tamomladim deb o'qishni butunlay to'xtatib qo'ya olmayman-ku. Yaxshi shifokor bir umr bilim izlash kerak. Ha, yaxshi. Rais bilan gaplashdingmi? Ha, gaplashdim. Shu yerda ishlaydigan bo'ldim. Ertaga shaharga markaziy shifoxonaga borib, hujjatlarimni topshiradigan bo'ldim. Allohga shukr. Yaxshi. Endi sen ishga joylash. Men seni uylantirish harakatini boshlayman. Biron ko'z ostinga olganing bormi? Qayerda yuribsan? O'qishda? O'qish tugaganiga qancha bo'ldi? Guli bilan biroz kafeda o'tirdik. Mana bu taqinchoqlar qayerdan olding? Nimaga narsalarimni kovlaysiz? Bu dugonamniki. Qaysi dugonangniki? Ravshanning qizinikimi? Yo'q, unda bunaqa narsalar nima qilsin? Boshqa dugonamniki, siz tanimaysiz. Tanishtirchi o'sha dugonang bilan. Kim ekan u? Bu narsalarni senga nimaga berdi? Sizga nima? Qaysi dugonam nima beradi? O'zi siz biror marta tilla taqinchoq yoki pul berganingizni esla olasizmi? Nima qilib berdingiz o'zi menga? Ovozingni o'chir, nonko'r. Ozgina ishim orqaga ketib qolsa, shumi oqibating. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda katta bo'lding. Og'zingdan chiqmasidan xohlaganingni muhayyo qildim. Tengdoshlaring sendagi to'kinlikka havas qilsin deb. Ana ko'rdingizmi, menga havas qilishardi. Hozir ham havas qilishsin. Meni bechora bo'lib qopti deb o'ylashmasin. Bo'ldi, yig'ishtir o'zingni boyni qizidek tutishni. Mana bularni qaytarib ber. Hayotda pastu balandlar bo'ladi. Hozir bechora emassan, hammadek oddiy oilani farzandisan. Lekin albatta hamma narsamni qaytarib olaman. Hali ko'rasan. Qaytarib olguningizcha meni tinch qo'ying. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana Feruza keldi. Yaqindan tanishinglar. Ismi Son. Salom Son, yaxshimisiz? 안녕하세요. 만나서 반갑습니다. 정말 마음에 들었어요. 사진보다 더 예뻐요. Son sizni ko'rgandan juda ham xursand. Suratingizni ko'rib yoqtirib qolgandi. Aytishicha, suratdagidan ham chiroyli ekansiz. Bu yerga kelishdan maqsad
Albatta sizni olib ketishga kelgandik. Nima ish qilasiz? Zavodlaringiz bor deb eshitdim. Nima ishlab chiqarasiz? Sonni bir qator zavodlari, bizneslari bor. Moliyaviy ahvoli juda ham yaxshi. Siz bu yog'idan xavotir olmang. Yo'q, xavotir olganim yo'q. Yaxshi, koreys tilini asta-asta o'rganib turavering. Lekin Son rus tilini ham oz-moz tushunadi. Rus tilida gaplashsangiz ham bo'ladi. 우리가 서로를 더 잘 알아갈 수 있도록 저녁 식사에 초대하겠습니다. Son sizni kechki ovqatga restoranga taklif qilyapti. Rahmat, albatta boraman. Endi bizga ruxsat, hujjatli ishlarimiz bor. Qani unda 우리를 biz ham 만나 ketdik. 주셔서 감사합니다. 곧 봐요. Keling, o'tiring. Hammasi yaxshi. Qarang, qancha odamlar Koreyaga ketish uchun mashaqqat chekib yurishibdi. Sizni esa oddiy emas, boyvachcha koreys yoqtirib qoldi. Sevib qolgan boyoqish. Mana buni olib ishlatib turing. Voy, rahmat opa. Guli o'qishdan keladigan vaqtdan bo'lib qoldi. Qalaysan, Azamat? Yaxshimisan? Yaxshimisan, Sardor? Rahmat. Tabriklayman. Chempion bo'psan deb eshitdim. Rahmat. O'zing ham o'qishni tamomlab kelibsan? Ha. Endi ketmaysanmi chet elinga? Yo'q, ketmayman. Shu yerda ishlayman. Nima qilib turibsan o'zing bu yerda? O'zim bir kishini kutib turgandim. Ha. O'zingchi? Men ham kutyapman. Kimni kutyapsan? Bir kishini. Guli? Uyga ketyapsizmi? Nima edi? Ha, yo'q, o'zim. Men ham uyinglarga ketyaptim. Ravshan aka chaqirtirgandilar. Yuring bir ketamiz. Guli, yaxshimisiz? Men ham uylarga ketayotgandim. Ravshan akada gapim bor edi. Yuring, birga ketamiz. Birinchidan Ravshan aka bandlar. Kim bilan bandlar Ravshan aka? Sen bilanmi? Ha, men bilan bandlar. Sen sal shoshyapsan, og'ayni. O'zingcha xulosa chiqarma. Ravshan aka hali hech kim bilan band emaslar. Balki men bilan band bo'lardirlar. Birinchidan, Ravshan aka hech kim bilan band emaslar. Hali beri hech kim bilan band bo'lmaydilar. Ikkinchidan, Ravshan akaga bundaylar yoqmaydi. Biri mushtum zo'r, ikkinchisi olifta. Uchinchidan, haqiqiy Ravshan aka mani dadam, shu qishloq raisi. Uyda emaslar, o'z ish joylaridalar. Qo'y olifta. Ravshan aka meni yoqtiradilar. Guli meni yoqtiradi. Sen shunday o'ylayapsan. Men ham senga xuddi shunday deyishim mumkin. Unda eshit. Guli meni yoqtiradi. Ko'rmadingmi? Meni mushtimi zo'r deganda qanday qaraganini?
Qizlar o'zi shunaqa. Birorta yigitni yoqtirib qolishsa, nozlanib, "Olifta" deb chaqirishadi. Ey Olifta, sen qayerdan paydo bo'lding? Agar yo'limdan chiqsang, Nima? Mushtum zo'rlik qilasanmi? Menga qara. Gulini ko'ngliga yo'l topish uchun imkoniyatlarimiz teng. Ikkovimizni ham yoqtirmaydi. O'zi aytdi, eshitding. Endi Guliga yoqish uchun sen o'z yo'lingdan, men o'z yo'limdan yuraman. Kimni sevib qolsa, qiz o'shaniki. Yo'q, qo'rqyapsanmi? men qo'rqamanmi? Sen qo'rq. Jag'ingni sindirib qo'yishimdan. Kelishdik. Ko'ramiz, kimni sevib qolarkin. Dada, men bugun shaharga borib kelishim kerak. Nimaga qizim? Planshetim buzilib qolibdi. Ustaga ko'rsatishim kerak. Keyin o'zimga kerakli narsalar xarid qilaman. Ko'p qolmaysanmi? Yo'q, 2 soatlarda qaytaman. Mayl, yaxshi, unda bora qol. Xo'p, rahmat. Muhabbat azobi qiynaydi meni. Yuragim ezilar, eslasam seni. Ey jonim, bu darddan xalos et meni. Chin so'zim, o'lguncha sevaman seni. Bravo. Bravo, zo'r. Xijolat bo'lib ketdi shekilli. Endi kun bo'yi she'rlarim quloqda jaranglab, romantik ruhda men haqimda o'ylab yuradi. Hozir Guli keladi. Xo'p, Chiroyli muzikani chalasan. Tugagach, ana bu gulni olib, bu azamatdan deb berib qo'yasan. Men ana bu daraxtning tagida turib turaman. shu gulni o'zingiz bersangiz bo'ladi-ku. Yo'q. Nima qilasiz berkinib? Yo'q, bo'lmaydi. Men daraxtning orqasida turaman. Ha, qizni ko'rib dovdirab qolasizmi? Agar hozir qovun tushursalaring, mana shu kaltak bilan savol. Yo'q, qovun tushirmaymiz. Salom. Bravo. Maestro. Nima bo'ldi hozir? Sen sevib qolib, ko'rinmagan qobiliyatlaring ochib ketdi-da. Lekin katta taassurot qoldirgan mani. Ha, to'g'ri. Meni o'ylayverib, juda ham ko'radi bu konsert. Ha, to'g'ri.
Alo. Alo. Ha, Dilapa yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Qayerdasan? Shu shahardaman. Yaxshi. Men hozir shoferimni jo'nataman, seni olib kelishadi. Ha, xo'p. Alo. Guli, yaxshimisan? Tinchlik o'rtoq, uyga qachon qaytasan? Men ham qaytmoqchi edim, faqat bir dugonamnikiga kirib chiqishim kerak edi. Chetga kelsang birga ketardik. Yo'q, tez qaytamiz. Kamolot bog'ini oldidaman. Xo'p, tezroq kel. Assalomu alaykum. Davronbek do'stim. Ravshanbek do'stim, omonmisiz? Bardamisan? Sog'lig'ingiz Sog'lik yaxshimi? Uydagilar hamma Qani, yaxshimi? Yaxshimisan Ravshan? Bir osh qilib o'tiraylik desak, vaqting ham bo'lmasa kerak-a? ko'ryapsan-ku, ish ko'p. Ha, men o'zi sen bilan bafurja gaplashmoqchi edim. Lekin hech imkon bo'lmadi. Sen va Karim haqida ko'p gaplar eshityapman. O'rtoq, yaxshimisan? Rahmat, o'zingchi? Rahmat. Hozir mashinam keladi, dugonamdan kasab borib qo'yadi. Tezroq qaytamizmi? Ha, tez qaytamiz. Ana mashina keldi. Yur ketdik. Meni bilarding, ishlarim yaxshi edi. Xususiy korxonam, do'konlarim, pullarim bor edi. Xo'sh, shuni aytaman-da, ha qanday qilib boringdan ayrilding? Karim oldimga kelib yalinaverdi. Uni ishga oldim. Avval do'konlarim birida ishlar edi. Keyin yonimga yordamchi qilib oldim. Ha, bundan xabarim bor edi. Esingda bo'lsa senga aytgandim. Bu bolani o'zingdan uzoqroq tutaver deb. Afsuski gapingga kirmadim. Qolaversa, sen ham gapirding-u armiyaga qarab ketding. Agar shu yerda bo'lganingda shu ishlarga yo'l qo'ymasmiding? Xullas, sekin-sekin aysh u ishrat boshlandi. O'tirishlar, ichkiliklar, keyin qumorga qiziqtirdi. Men qiziqib ketdim va to'xtay olmadim. Ulfatlarim qandaydir bir shubhali shaxslar bo'lib qoldi. Men parvo qilganim yo'q. Boshida faqat yutardim. Yutqazsam ham yutganimday oz arzimaganda edi. Va yana yutkazganimda ancha ko'proq yutib olardim. Sekin-sekin yutqaza boshladim. Lekin to'xtash o'rniga albatta 2 barobar yutib olardim deb o'ylardim. Bir kuni o'yin paytida ko'p ichib mast bo'lib qopman. Shu kuni borimni, do'konlarimni birin-ketin qumorga tika boshladim. Qolmishiga korxonamni ham yutqizib yubordim. Bularni hammasini Karim uyushtirgan. Ravshan do'stim, Karim uyushtirgan. Borimni tortib oldi. Endi ilojsiz qolganimni ko'rib, har zamonda mazza qilib mazax qilardi. Bir kuni hammasini qaytarib olaman. Militsiyaga xabar bermadingmi? Yo'q, qo'rqdim. Uni ustiga uyimda ham tinchlik yo'q. Ertalab qizim bilan janjallashib, zahar qilib chiqib ketdi. Qayerga ketgandan xabaring bormi? Yo'q, qo'ng'iroq qilsam zarda qilib javob bermayapti. Kep qolar. Yaxshi. Qachon kelsa, menga albatta xabar ber. Karim esa qonun oldida albatta javob beradi.
Guli, telefoningni berib tur. Guli, ketdik. Shu yerda o'tirib turinglar. Feruza opa, sizni ham zil opa chaqirdilarmi? Tinchlik ekanmi? Ha, bilmadim, shu yerda kutib turdi eshitdi-ku. Sevara, qayerga keldik o'zi? Tezroq ketamizmi? Ha, hozir ketamiz. Qizlar kelishdi. Ikkovini olib kir. Xo'p bo'ladi. Telefonlaringizni menga berib qo'ying. Nega berishimiz kerak? Bering. Beravering, qaytarib berishadi. Sizlar ikkovingiz men bilan. Tez olinglar.